Sevaraxon, namuncha sedanani sotib boyib ketdingizmi? Shuncha pul qayerdan? Bularning orqasidan? Yo'q, buni yana sedanani ketdan shuncha pul topdi deb o'ylamanglar. O'zim buxgalterman, o'quvchilarga, shogirdlarga motivatsiya bo'lsin deb qo'yib qo'yganman buni. Dars beradilar Sevara buxgalteriyadan. Bu bizani mini do'konchamiz deydi-ku, boshlangan vaqtidagi. Sedanamizni ko'rdinglarmi? Sedanani 2 tadan ko'p zakaz qilgandik. Mana shuni o'zi qoldi, 2-3 kunning o'zida. Shunaqa bizga ko'p berilayotgan savollardan bittasi bu mahsulotlar qanaqa qilib ichiladi? Hammani so'ralgan savoli. Ichishi har doim har bitta nima desam bo'ladi? Videolarda aytamiz, lekin hammani birinchi beradigan savol buni qanaqa qilib ichamiz deydi. Qaranglar, buni qanaqa qilib ichamiz? Mana bu joyida hammasi plombalangan bo'ladi. Tekshirib olinglar, original mahsulotimizda shunaqa plombali bo'lib chiqadi. Va bizani mahsulotimiz xuddi shu ko'rinishda yoki-da yangi logotipimizda xuddi mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Qaranglar. Xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Qolgan hammasi falshifka deb ko'rsatib qo'yamiz sizlarga. Mana bunda ham shunaqasi bor. Bunimda ochganinglardan keyin qaranglar. Qanaqa qilib ichamiz? Yarim choy qoshiqning ichida emas, yarim choy qoshiqda olasizlar, ichasizlar-da, ustidan 1 stakan iludan issiqroq suv ichish esingizdan chiqmasin. Sababi buni tarkibida mana bu asalimizdan qo'shiladi. Bu asalimiz tabiiy tona asali va mana bu zaytun yog'imizdan qo'shiladi sedananing ichiga. Tabiiy asal bo'lgandan keyin asalni tabiiyligini qatdan bilishgan oldinglar, hozirgilar aytishadi, mana shu joyingizni qirib o'tadi deydi. Mana shu joyingizni qirib o'tadi deydi. O'sha qirib o'tmasligi uchun ham 1 stakan iludan issiqroq suv deymiz. So'rashadi mendan, muzli suv ichsagan bo'ladimi? Yo'q, tarkibida buni zaytun yog'i bor, yog' baribir. Yog' ichingizda qotadi. O'shaning uchun ham iludan issiqroq suv ichinglar deymiz. Ha, buni yuvadi. Ya'ni tomog'ingiz og'rib qolmaydi sizni, ham bu qotib qolmaydi ichida. O'shaning uchun ham sedanani ichayotganda har doim Bo'ladi, ichamiz bu. Mayli, ochamiz mana bittasini. Voy. Sedanani asmiri. Mana olib ochib tashladik. Mana ichi xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Endi buni ichini ochdik. Qaranglar. Ochgandan keyin qoshiqchamizni ko'rsatib beraman. Endi bizda bunaqa qoshiqcha bor. O'zi obычный qoshiqchada ichsangiz bo'ladi. Mana bunda bitta olib. Mana shu porsiya bo'ladi. Suvsiz ketmaydi bu lekin menimcha. Ha, suvsiz ketmaydi. To'g'ri, kichkina bolalar yevoradi-ku, lekin yevorishadi. Suv ichgan yaxshiroq. Endi ichingizga tezroq chiqib ketadi demoqchimiz-da. Xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Yana bir marta qaytaraman, yaxshilab ko'ringlar videoni. Ochganingizdan keyin xuddi shunaqa choy qoshiqda ertalab kechqurun 1 choy qoshiqda mana shu choy qoshiqni porsiya qilib olinglar. Yarim choy qoshiq olganman, shu porsiyada yo och qoringa, yo to'q qoringa ichib olsanglar bo'ladi. Kimdir aytadi kelib och qoringa ichdim, yaxshi ta'sir qilyapti deydi. Kimdir aytadi kelib to'q qoringa ichdim, yaxshi ta'sir qilyapti deydi. Sedana o'zi aslida o'limdan boshqa hamma narsaga davo deyiladi. Endi sizni qatingizda nima kasal borligini bilmaymiz. Yana bitta narsani aytdik, bunga dori vositasi deb qarab qolmanglar. Bu dori vositasi emas, chunki bitta ikkita mijozda kelganda aytishdiki, bo'ldi, men sahar dorilarimni tashlab qo'ydim. Bo'ldi, men jigarga ichayotgan dorilarni tashlab qo'ydim. Men buni ichyapman-ku deyishdi. Bunaqa qilish kerak emas. Bu o'zining nomi bilan biologik faol qo'shimcha, ya'ni biodobavka deyiladi. Yordamchi sizlarga. Endi shunaqa odamlar bor, aytadi, 15 kun ichdim, 5 kun ichdim, 4 kun ichdim, lekin qayerdan bilaman menga sedana foyda berayotgan, bermayotganini deyshadi. Endi qaranglar, sedana foyda berayotgan, bermayotganini siz o'zingizgina his qila olasiz faqat. Ko'ringlar. Klientlarimiz ko'rishadi. Sedana sizga foyda berayotgan o'zingiz his qilasiz. Chunki sizda hali побочный kasalliklar bo'lmayotgan bo'lishi mumkin, lekin ichingizda qancha hali yashirin bo'lgan narsalar bo'lishi mumkin, o'shalarni to'xtatib turgan bo'lishi ham mumkin. Faqatgina o'zingiz bilasiz nimaga foyda berayotgan. Chunki bizga ko'pchilik kelib aytadi, mana shu joyimda og'riq bor edi, nimadir to'xtab qoldi. Hech qaysi dori to'xtatmagan edi. Menda xayollarim bor edi, xayollarim shunaqa to'zg'ib ketayotgan edi, tiniq bo'ldi deb. O'zimda hali hech kimga aytmagan bitta narsani aytaman. Shuni ichishni boshlaganimdan beri tahajjudlarga yaxshi turishni boshladim.
tahajjud o'qiyman har kungi masalan har kunlik tipa plan qilib o'qiyman o'zimga derdim, turishga harakat qilardim. Lekin qaysidir darajada Alloh shuni ham sababchi qildi. Demak, ichimdagi har xil xayollarni chiqarib yuborgani uchun bu shunga ham yordam berdi deb men shuni sabab qilib olman avvalo Alloh. bo'lib qoldim deyishdi ko'pchilik. Oldindan bo'lgan bu mahsulot, masalan Nilufar Havo Tohirovna menda 2 yil 3 yildan beri o'qisalar mahsulotlar har doim bo'lgan, lekin katta ob'yomda reklama qilinmagan va ko'pchilik bilmagan. Shunaqa. Lekin o'shandan beri ichayotganlarda natija zo'r. Kelganini qayerga aytib bering? Mana shuni kasallik kelib, mana shuni ichsam bo'ldi, zo'r bo'lib ketaman deb o'ylashyapti. Kimga mumkin va kimga mumkin emas? Hali mumkin emas deyilgan narsalar chiqmadi. Chunki ko'p joylarda buni falshifkasini ishlab chiqarishyapti. Mayli, ularning ham omadligini bersin deymiz. Lekin qaranglar, bitta narsa yozib qo'yibdi-da, mana emizikli, homilador ayollarga mumkin emas deb reklama qilishyapti. Aslida Havo Tohirovnani o'zlarini ham ko'rdik. Homilador vaqtlarida ham bemalol ichdilar. Shu kichkina farzandlari ham bemalol ichishdi. Biz hozir buni o'sha 2-3 yoshli bolalarga ham ichirsanglar bo'ladi, faqat dozasini sal kamaytirib dedik. Hali hech kimdan unaqa minus kelgani yo'q. Ya'ni побочный действие bilan hali hech kim kelgani yo'q. Hamma ichyapti. Keyin aniq bitta kasalga yana bir marta qaytaraman, davo qilib olmanglar. Dori ichayotgan doringlarga qo'shimcha sifatida ichinglar. Keyin yana bizda bitta narsa bor. Bu bilan buni nima farqi bor deb ko'p so'rashyapti. Ikkalasi ham bitta partiyada bo'ladi. Ya'ni bitta partiyada bo'ladi bu. Solinadi demoqchiman. Faqat bunga sal ko'proq, bunga sal kamroq bo'ladi. Bu ham sizlarning qulayligingiz uchun qilingan. Chunki kimdir ko'proq olgisi keladi, kimdir kamroqning narxida ham farqi bor. Yeb bemalol ichib ko'rsanglar bo'ladi, degustation tekin deydi. Shunaqa mazasi, lekin yoqimli. Sal taxiri bor, birinchi marta yutolmaydigandek ko'rinasiz, lekin baribir. Boshqa qolmadimi, Sevara? Bor, yana ozgina bor. Lekin Toshkentdagi mijozlarimiz tez olib ketib qolishyapti. Kelishyapti, olib ketishyapti, keyin viloyatlarga BTS pochtadan yoki EMU pochtadan biza chiqarib beryapmiz. Bular ham savol beryaptilar. Ruqiya o'qilganmi rostdan hamda? O'qilgan. Masalan, men ko'rmaganman, Sevara, siz ham ko'rmagansiz. Nimaga ko'rsatilmaydi? O'shalarni ham ayting. Diniy ma'lumot bo'lganga uni tarqatish mumkin emas bizda. Ruxsatnomasi baribir nima desam bo'ladi, bu narsalarga ruxsat berilmagan o'shaning uchun. Lekin bitta narsa bo'ldi, o'shani aytaman. Yaqinda ozgina uzilish bo'lib qoldi. Bizga keyin so'rovdik, aytdilarki, hali to'liq ruqiya o'qib bo'linmadi, partiya tayyor, lekin berib bora olmayman dedilar. 3 kun kutishga majbur bo'ldik. Agarda prosta tak sotishga chiqarayotgan bo'lganimizda, shunday tayinlab, buni tayinlash oson-ku, misol uchun. Tayinlab chiqarib yuborgan bo'lardik. Kichkinasi 125 ming, kattasi 250 ming. Porsiyasida farqi bor faqat. Bu двойной porsiya, bu bitta porsiyada. Shunaqa. Bundan tashqari ko'p bezovta bo'lib yomon ishlab ko'ryapman-da. Qonni zo'r suyultiradi, lekin qoning suyulgandan keyin baribir davleniya ham o'ynagandan qon torayadi-ku, baribir qon tomirlar. Suyultirgandan keyin o'zi sekin bo'shashadi-da. Ular bitta ichib ko'ring, ixlos qilib. Chunki onamlarning o'zlarida xuddi shunaqa edi-da. Qon tomirlari naqa qildi, nima deyman, qoningiz qanaqa suyulib ketdi. Bizda bitta shunda ukolga tiqishi bilan qon qotib qolardi. Zo'r suyuldi deb oxirgi marta shu doktorga borganlarda nima qildingiz? Nima dori ichdingiz deb so'radilar-da. Hozir trombosli ichmasdan boshqa narsalar ichyaptilar-da. O'zlari ham. Shunaqa. Dori ham chekma. Ha. Qo'shimchasiga buni ham olib ichib Lekin o'zimda mana bu yurakda vahima bo'ladi, qanaqadir o'zi hamma narsa yaxshi bo'ladi, vahima bo'ladi. O'sha payt bitta choy qoshiq ichaman-da, keyin shunda usta suv ichib olaman. 5 minut, 10 minut o'tib ketadi. Yo bu ixlos samarasi yoki rostdan shunaqa. Aytaman, hozir ham aytib turgan edim videoga, o'zingizlarda nima bo'lganini faqat o'zingiz sezasizlar. Bu narsani. Bitta narsa bor, o'limdan boshqa hamma narsaga davo deyilgan, shunga iymon keltirib ichamiz.